O'tilgan mavzular yuzasidan bilimlaringizni sinab ko'ramiz. Darsga kim tayyor? Barakalla. Demak, o'quvchilar chiqishni boshlaydi. Birinchi Sabina, Madina. Sabina, marhamat, raqam tanlaymiz. Qaysi raqam tanlaysiz? 6-raqam ustidan bosamiz. 6-raqam ustidan bosamiz. Savol. O'rgatmoq fe'li 3-shaxs birlikda qanday tuslanadi? O'rgatdi. O'rgatdi. Ochib ko'ramiz, yana bitta bosamiz. To'g'ri javob? O'rgatdi. Barakalla. Sabinaga bitta qarsak. Orqaga qaytamiz, Madina. Keyingisida Shohjahon, Quvonchbek. Aha. Teng bog'lanish. Bitta bosamiz, to'g'ri javob bilan solishtirib olamiz. Javob? Barakalla, Madinaga bitta qarsak. Shohjahon. Raqam tanlaymiz, Shohjahon. Aha. Ushbu bo'laklar gap qanday bo'laklar vazifasini keltiradi? Xo'p, qanday bo'laklar vazifasi kelar ekan? Kesim. Kesim. Bitta bosib ko'raylikchi. Javob? Kesim. Barakalla, Shohjahonga bitta qarsak. Quvonchbek. Lashjon keladi, Lashjon. Xo'p, Qayta ishlanadigan chiqindiga misol ayting. nima qayta ishlanadi ekan? Bakalashga, Xo'p, ishga, xo'p. butun qog'oz, Qog'ozlar qayta ishlanadi. metal, Barakalla. Bitta bosaylikchi, javobimiz bilan solishtiramiz. To'g'ri javob qog'oz, shisha, plastik ishlar. Barakalla. Quvonchbekka bitta qarsak. Bargutjon. Qolgan raqamlardan birortasini bosamiz. 5-raqam. Nima ekan? so'z birikmalari Turlari qaysilari? qaysilari so'z birikmalari? Bitishuv, Bitishuv, yordam, moslashuv va boshqaruv. Bitta bosaylikchi. Javobimizni tekshirib ko'ramiz. Keyingisini Elbek, Nurbek. Javob to'g'ri. Elbek tanlaymiz raqam. Qaysi raqam? Aha. Gap tarkibida eri ekan emish so'zlari ishtirok etsa, ushbu bo'lak gapda qanday bo'lak vazifasi keladi? Qanday vazifa bo'lar ekan? Barakalla, kesim vazifasi bo'ldi. O'tirib olamiz, Nurbek orqaga qaytamiz. Javob kesim bo'ldi. Raqam tanlaymiz. Sifat so'z turkumining savollari. Barakalla, bitta bosamiz va javob variantimizni tekshiramiz. Rosa kuttiryaptimi? Javob to'g'ri. Barakalla, qarsaklarimiz. Keyingi o'quvchimiz Durdona. Durdona, raqam tanlaymiz. Omad Durdonaga o'z-o'zidan. Bo'ldi, yetadi. Omadni o'zi 5 Durdonaga. Jasmina, raqam tanlaymiz. Omad, bitta bos, senga omadga nima tushdi? Jasminaning omadi 5 ekan. Qarang, o'tirib olamiz. Keyingi o'quvchimiz. Orqaga qaytamiz. Raqam tanlaymiz. Tanamizdagi eng faol muskul qaysi? Ko'z. Ko'z. To'g'ri javobmikan? To'g'ri javob ko'z mushaklari. Bahriddinga bitta qarsak. Umidbek. Oxirgi qolgan raqamimizni tanlaymiz. Qayta ishlanadigan chiqindilarga misol. Biotex eko korxonasi qayerda joylashgan ekan? To'g'ri javobni bosaylik bitta. Javob Surxondaryo. Barakalla, bitta qarsak.